Sen bilan bir yilda bir marta ko'rishib turganimiz ham yaxshi ekan o'zi. Anu olisotdi masalasi bo'yicha meroslar bilan shug'ullanayotdingmi, to'g'rimi? Ha. O'shanga oldinga o'tib bir maslahatli gap bor edi. Nima masalada? Uy bo'lishish masalasini gaplashmoqchi edim. Sana o'zing uying bor-ku? Yo, meni uyim bor. Ota hovlini. Endi yoshlari bir joyga borib qoldi. Isujon, tap etib bitta narsa bo'lib qolsa, ertaga ukam bilan g'ichilashib, g'idi-bidi qilib yurmaylik deb, hozir o'shani o'ylab yurgan edim. Qanaqa qilib bo'lsa bo'ladi deb. Men shu ishga endi kirgan paytimda 6 yil oldin adin kelgan edi yonimga. Adam? Amaki, men bolalaringizni yaxshi bilaman. Ular uy joy talashadigan bolalar emas. Ikkalasini ham uyli joyli qilib berdingiz. Sizni uyingizni talashmaydi o'g'illaringiz. Bolam, sen ularni do'st sifatida bilasan. Men ularni inson sifatida bilaman. Meni qanchalik bilasan, o'rtoq? Yoshlikdan beri bilib o'sganmiz, 100% bilaman. Men ham shunaqa deb o'ylardim. Endi bilsam seni umuman bilmas ekanman. Seni adin yaxshiroq bilarkanlar qanaqaligini. Dokumentlardan xavotir olma, aka-uka urushmaysizlar. Amakim 6 yil oldin hamma hujjatni hal qilib qo'yganlar. Sen bilan bir yilda bir marta ko'rishib turganimiz ham yaxshi ekan o'zi.